Hürmetli qarindoshlar, Jasorat munbiriga xush keldinglar. Mushu yaqinning yog'i Suriya masalasi hammamiz qizg'in ko'ngil bo'layotgan bir tema. Bo'libmi bizning bir turkum jangchilarimizniki u yerda qo'llarga qurol ilib jang qilayotganligi ham g'albilik urushlarni qilganligi to'g'risidagi uchurlarni ko'rib Uyg'urlar orasida har xil g'ulg'ullar bo'lyotdi. Bu haqda bizning peshqadamlarimizniki qandoq o'ylaydiganligi to'g'risida ularning fikrini olish uchun bugun Robiya Qodir xonim bilan bu temada qisqa bir suhbatimiz bo'ladi. Assalomu alaykum Robiya, salomat yaxshi turgansiz? Va alaykum assalom bola. Men bu siz bilan bu paranglish jarayonida shuni angladimki, siz va Sidiq akamlarmi jiddiy ko'ngil bo'lyapsizlar. Sizlar men tilqaygan shu Suriyadagi mujohidlarniki urush qatnashish ishlari, g'albilik jang qilishlari to'g'risidagi videolar to'g'rilab taqilyotdi. Bu haqda ikki xil ko'z qarash bor xalqimiz orasida. Bularniki qilayotganlari bizning da'vo ishlarimizga, keyin vatanni ozod qilish ishlariga asosyotidi deyotgan bo'lsa, yana bir qismlari bularning qilayotganlari bizning da'voimiz bilan hech qanday munosabati yo'q. Hatto ziyonliq. Faqat Xitoyniki bizni terrorist deb tilishiga foydali material o'pirdi xolos. Deb har xil talash-tortishlar bor. Buningda siz va Sidiq akamlarning hamda ko'naligi qadam inqilobchilar bo'lish sifatinglar bilan Sidiq akaga vakil bo'lib so'zlamayman, men o'zimga vakil bo'lib so'zlay. Bu çok ziyali olgan ekan. Ben ondan da çok ziyali emas. O o'zi 24 saat siyosatni tadqiq qildigan adam. Lekin mening o'zimning ko'z qarashimni men qo'yib o'tay. Chunki men ona. Mening farzandlarim bu. Mayli Uyg'ur quduq ichib ketsin, mayli Uyg'ur jundidan ichib ketsin, mayli o'g'ri bo'lib ketsin, mayli to'g'ri bo'lib ketsin. Men ona degan ekanman, ular to'g'riliq ishga qiz gap qilgan deganingiz to'g'ri, men unga javob beray. Bizning zaminimizni qatillar, terroristlar besib oldi. Devlet derecelik terroristlar aş lagerda, turmada adamlarimizni qonda vahşilik bilan o'ltagini bütün dünya biladi. Biz bilmiz. Bizim xalqimiz biladi. Uningdan artıq terrorist bo'lmaydi dünyada. Endi bu chiqqan Uyg'urlar erkin dünyada. Hem bularning beşini desiniz. Men bunun bir beşiden izohat bermasam bo'lmaydi bu masalaga. Men turmudan chiqsam Afg'onistonning parang bo'lib ketib ekan. Voy ana terrorist, mana terrorist, ana terrorist deb. Endi Uyg'urlar her bir Uyg'ur vatandan chiqqan, tatib ketgan darga bu shu hammasining niyati ash vatanimiz Sharq Turkiston Uyg'urlarni ozod qilish uchun har qanday sabqi qatnashib qolsa, ash niyat bilan qatnashib qoladi. Bir nima o'rgansak, biz xalqimizga bir ish qilib bera olamizmi-ki, qurolni qo'limizga ko'tara olamizmi-ki deb. Shundaqmi, shundaq emasmi? Her nega kirsa Uyg'urlar shu niyat bilan kirdi. Vatanni ozod qilish uchun kirdi. Bir Uyg'ur men terrorizm qilaman deydigan Uyg'ur terrorist emas. Uyg'urlar terroristlarning dardini tatgan. Mush 100 yildan beri bulanchilarning, terroristlarning, qatillarning dardini tatib ketgan Uyg'urlar 70-80 yildan beri. O bicharalarga tegmaydi, beguna odamlarga tegmaydi. Hech qachon bunday ishni ikkinchi bir odamga asli ishlanmaydi. O'zimizning vatanimizni ozod qilish qaran ishnalaydik. Lekin bek afsus bu yerda dastlabda Xitoyning o'zining o'yini bo'ldi. Xitoy hukumatining boshqa davlatlar bilan o'ynagan o'yinining ichida Uyg'urdan 40 ming Uyg'urni osmondan qush uchib o'tolmaydigan Xitoy bir Uyg'ur bir qitim chiqish uchun chet elga oylab, yillab minib nurg'un pul xashlab yugurib yurib necha yil ming pasport oladigan Uyg'urni 10 minglab, necha 10 ming Uyg'urni Malayziyaga, Singapurga chiqarib etdi. Xabaringiz bor bolam. Shundaqmi muxbir apandim? Aşağı çıktı Uygurlarımız. Yani Uygurlar aşağı çıkandan keyin endi biz azatlıkka çıktık. Biz kolumuzga kural gelip vatanimizni shunday azat qilib, bizning xalqimiz dünyanın hiç kimisinden haberi yok. Sada, nadan, akıl haq. Bu dünyada bulavatkan siyasetlerden haberi yok ulanınki. Xitoy bizni hammadan mahkum qoldirgan. O chiqib qo'limizga kural alsak, nega alsak, birini o'rgansek, vatanimizni azat qilamizmi-ki degan yaxshi niyat bilan ashu odam savdogarlarining qo'liga tushib ketdi. Nurg'un Uyg'urlarimiz
adam setip savdogar qilib jon boqadiganlarning qo'li bilan shu Suriyaga, Uyabiyaga setilib 10 minglagan Uyg'urlarimiz ayada behuda qurbon bo'ldi. Ha, yaxshi odamlarning qo'liga tushdi, adolatsiz xato odamlarning qo'liga tushdi. Bu xalqaroning va Xitoyning xatosi, mening Uyg'ur va mening Uyg'urimni o'ynayotganlarning xatosi, mening Uyg'urimning xatosi emas. Uyg'urim bechora, qo'lida pasport yo'q, bir mo'jam pul yo'q. Hem pasportsuz, hem pulsuz, hem makansız. Nerede berişini kim kayak yutulur şu yakabana? Bu ne? Halkara elbette biliyordu. Amerika biliyordu, dünya biliyordu, Garp biliyordu, Türkiye biliyordu. Hemisi biliyordu. Benim muşundak turup Uygurlar doğruluk, nait nurgun paranlar bulup, Xitay aynı terörist, mayne terörist devatka vaxtıda bu kıtım tuyuksuzdan burunku ölüp ketkenlerine sürüş çıkmayımız. Ma kıtım anlasam nurgulluğa Uygur, muşu mücahit bulup, birip mush nohaqchilikqa xalqni bostirgan, nohaqchilik qilgan, qonxo'r ashundaq jallodlar qarta o't ichib ashadagi xalqni ozod qilishda o'zining yer shariga bir kishlik to'pisini qo'shibdi deb angladim. Qo'shayotganligini bildim. Endi ashula nimish qiladi? Aşındak bizge okşaş ezilgen, bizge okşaş kırılgan, bizge okşaş zindallığa düşkenlerini azat kılımız, adalatsız hükümdarlarının koludun ulanı kutuldurumuz da, aş özünün beşinin aş ötkeşki aşınlar berip, naydı, aldın kısaptı cankıp, aş adamlarının kutuluşu için bir töpüsünü koşuptu. Bunun rahmet etimen. Endi, dünyanın siyaseti her xil bop ketivatıdı. Mening Uyg'urlarimning maqsadi faqat nag verib qural ko'tarsa, adolat uchun, haq uchun qiladi. Endi uni o'ynab ketganlar qaysi niyat bilan o'ynaydi, uni men uqmayman. Lekin mening Uyg'urlarimning asosiy maqsadi oxir bir kuni ash qo'liga olgan qurolni, ash o'rgangan usulni vatanning chegirsiga berib, Sharq Turkistonning Uyg'urini ozod qilamiz deb jangga chiqqan bolalar deb qarayman. Meningki mushundaqla ko'z qarshim bor. Hem ulanın muşundak hakkının üstüde tuğunuğa rahmet ettim. Rahmet. Hem de bir yerde bulanınki bu haltını görüp, can kıvatkan görünüşünü görüp hemimiz hakikaten söyündük. Çünkü vatan muş yolunda azat olduğunu hemimiz obdan bilimiz. Ama bir yerde bazı endişelerim var. Yani mesela bazı siyasi oyunlara destek gitemi bulan mesela bu Suriye meselesiga ko'ngil bo'layotgan bevos qo'l tuqqan davlatlar jiq masalan Turkiya, Isroiliya, Amerika deganga o'xshashda hozir. Bular u yerda boya siz degandek zulm chekkan xalqni ozod qilish ishlari qatnashdi-yu, ammo bu jang u yerda davom qilatadi. Bu jangning rangi ham o'zgarib ketishi mumkin. Hatto Amerikaga qarshi, Isroiliyaga qarshi janglarga da'vat qilinishi mumkin-da bularninki. Mushundaq bir siyosiy o'yinning qurboni bo'lib ketish ehtimolimi bormidi sizcha bularning? Undaq bo'lmaydi deb o'ylayman. Undaq bo'lmas. Chunki Amerika bizning xalqimizni farqitadi. Turkiya mening xalqimni farqitadi. İsrail mening xalqimni farqitadi. Hammasi Uyg'urlarning holatini. Agar ular unimay o'zi bilgan jangga kirgan taqdirdimi, u Uyg'urlarning bizning vatanni ozod qiladiganlarga vakillik qilmaydi. U yerda agar ularni chiqarmay aşındaq ahvallar bo'lib qolganda. Lekin Uyg'urlarmi unday yerga dassamaydi, ham cho'ng davlatlarmi bularni unday yerlarga kirish demaydi. Mening xalqim o'zini ash vatanimni ozod qilishga tayyorlayotdi. Men ularga rahmat deyman. Ash vatanni ozod qilish uchun har yerga berib, mushu vatanni ozod qilib, bu qurol ko'tarishni o'rganib, ash vatanni ozod qilamiz deb ashunda o'ylayotdi. Shuning uchun buni Amerika huquqidi ve başka devletler hukudu, Türkiye hukudu, başkalar hukudu deb o'ylayman. Albatta u yerdagi jang maydonidagi oldingi safdagi bolalarım texnik hukudu. Ularning hozir xalqarалық saviyasi ko'tarilib ketdi deb o'ylayman. Unda da siz bir ana bo'lish sifatingiz bilan mushu farzandlaringizga oxir qilgan bir gaplaringizga nasihatingiz bo'lsa. Oxir qilgan gapim samimiy salom yollayman. Allah ularni hayot, salomat ashadin ochib Şark Türkistan'ın, Uyguristan'ın çekirsiga etbasun. Yaratgan Allah bo'lsa tinchlik bilan ozod bo'lamiz vatanimiz. Agar tinchlik bilan ozod bo'lmasa, ashula ashadin salomat chiqib, cho'ng davlatlarning birinchi Alloh undan qas cho'ng davlatlarga yordam qilib, ashalarga qo'mondan bo'lib berib, mening vatanimni ozod qildigan bir jangchilar, qo'mondonlar bo'ladi deb o'ylayman. Biz shuni umid kutamiz ulardan. Faqat o'zimizning vatanimizni bizmi
100 yıllardan beri harlandık. Özümüzün, vatanımızı azat kıldıran jangchilar yetişip çıktı. Dep biz ulardan şunu ümit kılımız. Hem ularga salam yollayımız, hem ularning ömür uzun bolsun, sağlık tileymiz. Rahmet. İnşallah tilgeleriniz kelsin. Çünkü biz anlayıp ama köyümgen şundaq harbiy ta'lim olgan, qo'lga qurol elib, dushmanga o'q atalaydigan odamlarimizning borlig'ini anlayıp ama köyümgen, shaxsan men köyümgen. Bu qatam shu jang maydonlarida har ilg'or qurollarni qo'liga elib, shu faşist rejim umu hesapta o Asadniki umu nurg'un o'zining millatidan bo'lgan 200-300 ming odamni qirib etgan bir faşist. Shunda bir faşistga qarshi jangga otlanib, o davlatni ozod qilishga cho'ng to'p qo'shgan bo'ldi. Ham u yerdagi jang jarayonida qo'ldagi qurollarni osmonga ko'tarib turib, bu jangni shu bizning tuprog'imiz Sharq Turkistongacha tutashtiramiz degan gaplarni angladik. Hem nihayet hoş bulduk, heyecanlandık. İnşallah. Ben mi gördüm? Toxtumay şunu körvatımız. Endi bayağı siz degandeken bularniki mu sezgür buluşunu bazı noktalarda Elbette. Sezgür buluşunu. Özlerini ayışını. Çünkü ular bizge lazım. Bizning xalqimiz ularning shundoq bo'lishini umid qilamiz. Ham vatanimizni ozod qilish uchun o'zini saqlab qolishini, ham xalqaro sezgir siyosatlarning orasiga kirib qolmasligini umid qilamiz. Rahmat. Rahmat Rabiyana, bu noktada sizniki o'ylaganlaringizni anlab qoldik. Ham Suriyadagi shu qarindoshlarimiz, shu farzandlaringizmi anglaydi bu gaplaringizni inshaalloh. Yana bir qatam ko'rishguncha omon bo'ling Rabiyana. Hayır, Allah'a emanet etmesi. Allah'a emanet. Biz işleyen videoga qiziqgan do'stlarning samiga. Shu yaqindan az bo'lmagan qarindoshlarim menga ayrim xat yozib yoki telefon qilib, men yaqinda ishlagan videolarimni topolmaganligini va yordam qilishimni so'radi. Men ularga ayrim avat bergan bo'ldim, ammo bu to'g'ri usul emas. Chunki birsi mening vaqtim ketadi, birsi sizlarning videolarni tepishinglar qolay bo'lmaydi ekan. Buning bir oddiy usulini bilgan qisqacha so'zlab ko'rsam, mana bu nimani ochgandan keyin, YouTube'ni ochgandan keyin, YouTube'ning bosh beti ochgandan keyin, mana bu nima yozilgan yeri bor, search, ya'ni izlaydigan yerga kirib, ismimni yozsanglar da bo'ldi qarindoshlarim. Ya'ni Jasorat Umid deb yozsanglar tizimlikda chiqadi, mana to'g'risi, birisi uyini to'qabdi. Umid degani bossanglar, meniki nimam chiqadi. Ya'ni YouTube'dagi kanalim chiqadi. Ben ko'pchilikniki biz ishlagan videolarni tepishga qulay bo'lsin uchun musha uyg'lab qo'ydim videolarni. Bu yerda mana bu J belgisi yoki ismimni cheksanglar, meniki to'rbetim, YouTube to'rbetim ochildi. Bununla dikkat qilsanglar bir qancha sahifa bor. Masalan, eng yangi ishlangan videolar shu to'pida bor. Masalan, Varis muallim bilan ishlangan tarixga oid videolarimiz shu yerda bor. Hem bunun başka temalar aralışıp kalıyordu ba'zida. Onun için köpçülükün ayrım temalarda biz işleyen videolarni tepişi kolay buluş için mesela tariximizga nazar degan temada maxsusmuş şu Varis muallim bilan işleyen videolarni misha jo'lab qo'ydim. Bu yerda ko'rinigini 5, agar davomini desanglar bassanglar uni oxir chiqadi. Hammasi play all yani hammani qo'y deganini bassanglar şu baştan tartib, şu birinci kısmını tartib hozirgacha ishlangan qismlari hamsi to'liq qo'yildi. Ondan başqa bizning kanalimizda qana 240 ga yaqin video borki, hammasidagidek biz o'zimiz ishlagan videolar. Bularning ichida masalan bir inqilobiy hikoyam bor, masalan Qora Uyg'urlar. Bu asosan ilgari nimada tarqatilgan, YouTube'da tarqatmagandik, WhatsApp'da tarqatgandik. Keng ko'lamda tarqalgan hikoya. Mushuni izlab shurganlarmi borki, o'sha qarsanglar mana Qora Uyg'urlar degan ayrim temada buni qo'yib qo'ydik. Ammo o'ng tarafni cheksanglar davomi chiqadi.
ve yoki boshdan hammani anglayman desanglar, oddiy umuman play all hammani anglat deganni bossanglar, bütün şu videoni, şu Qora Uyg'urlar hikoyasini anglab chiqalasizlar boshdan oxiri. Ama aslında mı başka mesela en azıcık en köp ko'rilgan videolar degandek nimalar terimlerim var. Demek ki bizning videoga qiziqadigan qarindoshlarimiz mana bu yerga kirsanglar, shu usul orqali hamma videolarimizni topa olasizlar. Undan boshqa agar bir yangi video ishlanib qolsa, darhol menga xabar kelsin desangiz, uning yo'lini bekma oson. Bu yerga kirib, subscribe, ya'ni abone bo'l degan yerni chekib qo'ysangiz, bundan keyin bizning kanalimizga yangi bir video yuklansa, sizga darhol uqtirish keladi. YouTube'ni açsangızlar başpakta ko'ra olasiz biz yangi qo'ygan videolarni. Bizim o ko'pchilikniki biz ishlagan videolarni ko'rish qulay bo'lishi uchun bundan keyin muhim deb qaralgan videolarning hammasini shu kanalga qo'yib qo'yamiz. Shunga oddiy usul mishaga subscribe, ya'ni abone bo'l deganni chekib qo'ysangizlar, menga telefon qilib xat yozib avara bo'lmaysiz. Mishadillah hamma biz ishlagan videolarni topa olasiz. Rahmet ko'pchilikka.